Tezkor xabar. Afg'oniston va Pokiston o'rtasida qurolli to'qnashuv boshlandi. Bugun kechqurun Afg'oniston va Pokiston chegarasida yirik harbiy to'qnashuvlar boshlandi. Xalqaro manbalarning ma'lumotiga ko'ra, Tolibon havo kuchlariga tegishli samolyotlar Pokiston hududidagi bir nechta chegara postlariga havodan hujum uyushtirgan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, Lahor va Peshavar atrofida portlashlar va yong'inlar sodir bo'lgan. Afg'oniston Mudofaa vazirligi bu operatsiyani Pokistonning Afg'on hududiga qilgan so'nggi zarbalarga javob sifatida izohladi. Pokiston tomoni esa o'z navbatida Afg'onistonning Dandi, Patan va Tork ham chegaralari orqali amalga oshirilgan hujumlarga artilleriya va boshqariladigan raketalar bilan javob qaytarganini bildirdi. Hozircha Pokistonning kamida 15 harbiysi halok bo'lgani haqida xabar berilmoqda. Afg'oniston tomoni esa Pokistonning katta yo'qotishlarga uchraganini da'vo qilmoqda, biroq bu ma'lumotlar mustaqil manbalar tomonidan hali tasdiqlanmagan. Shuningdek, Tork ham va Chaman chegara punktlari vaqtincha yopilgani va o'q uzishlar esa ayrim hududlarda hali ham davom etayotgani ma'lum qilinmoqda. Rasmiylar yaqin daqiqalarda rasmiy bayonot e'lon qilish kutilmoqda. Xalqaro ekspertlar bu to'qnashuvni Markaziy Osiyo xavfsizligi uchun jiddiy tahdid sifatida baholamoqda. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.